tushunmadim. Nima deyapsan, ha? Toza. Ha, voy, figet. Sovuq qotib ketmadingizmi? So'v endi nima deysiz? Xohlasangiz yaxshilik qilib bundoq kofe-mofiga taklif qilsam. Sovuqda ba'zi ko'cha. Nima deysiz? Mayli, do'konga yurguncha sog'liqim. O, boyi. Mana qara. Sen men turganda qiz bolaga miyuni beryapsan, a? Pasta bilan ichishga limon choy bo'lsa zo'r bo'lardi. Yemaysizmi? Men bu qiz yesa men to'yganday bo'laman. Sal g'alatiroq ekan, ha? Muhimi yaxshi qiz ekansiz. O'rtog'imga vakant qilib qo'ying. Ha, aylanamizmi? Kofe bitta. Ketishim kerak, kech qoldi. Ani qulvotcha qani, shu yerda olib kelsa-da. Mana olib kelsa. 259.300 so'm. Yo, xavotir olmang, bu meni kashlogim qani. Olsangchi, pastaga deyapti. Choy icholman-ku. Ham turib tursan. Miysam 2.000-8.000. Voy. 251.000 pulimiz yetmayapti. 259.000 bo'pti-da. Bizda 8.000 so'm pulimiz bor. 251.000 dan nimadir qilish ilojisi bormi? Jek aka sizga. Qanaqa nima qilsa bo'ladi? Bugun bo'shmidingiz, qakrasiz? Sal vaqtimiz kamroq, Men ketishim kerak. Siz pastudamoga qilasiz, bo'rsalik qilasiz. Voy. Hazillashyapsizlarmi? Simbolik pulingiz yo'q ekan, nima keragi bor edi? Voy. Siz insof haqida gap. Okay, bizda gaplashyapmiz. Maylimi oilaviy narsalarga aralashmasiz. Jinni ekansiz siz. Men chiroyli gapiraman. Tozalaysanmi yo'qmi? Nima deyapsan, ha? Toza. Ha, voy, figet. Hozir ustingizdan yozib yuboraman endi, bilasizmi? Voy, любой joyga yozing. Qo'lingizdan kelganini qiling. Nima qilasiz telefonni? Muti-mutiga yozib olaman. Nimaga? Ha? Men Miyagi 1 sekundda chiqarib beradi. Effektlari bor-da, 8 konsert sloyd. Bitta sloyd variantini eshitib ko'ring. Gangrebella mama. Yana uni Instagram, TikTok, Facebook bormi? Shunda любой videoingiz MP3 maskachasi qo'ysangiz bo'ladi. Eng muhimi bespaytga. Buni nomi Sovet Insta bo'ldi. Tushunasizmi?